Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, sog'-salomat turibsizlarmi? Mana bugun biz Andijon shahrining Neftprom degan joyidamiz. Xudo xolasa iymonli qablar, singillarimiz bor edi, opa-akalar, Nargizaxon onalari, Jasur akam. Ularning uyiga kelganmiz, bir xabarat ko'paylik. Xudo xolasa Moskvadan berib yuborishgan bir obunachilarimiz berib yuborgan omonati ham bor. Ulardan ham topshiramiz. Xudo xolasa o'zimiz ham sog'inganmiz, sizlar ham sog'ingansizlar. Chiroyli qilib uylarida bo'lsa, hozir kiramiz. Video qilishni imkoni bo'lsa, video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Ko'cha shovqin ekan, hozir uylariga kirganda davom ettiramiz. Sizlarga. Ana deb. Var bugun ham kelmadi. Ben oturayım. Hani kızlar? Sarılmaz geliyor kızım. Vay. Ruhshona xon, Sarvinoz xonlar g'asa sog'inganmizda. Hadi gellar. Ha, nima deyapsiz? Bizga endi bu yerdan bir nima deydi? Eski xotiralar dedi. Xotiralar, beka tez kelib suhbatlashib, mazza qilib o'tirib ketardik. Albatta. Qizlarga prank qilardik. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bormisiz? Charchamayapsizmi? İsmail aka. Yaxshimisiz? Gözlari-yu, bormisiz? Ha, bu singillarni unutib yubordik. Ha, men ham musofir dedim-da. Qancha bo'ldi ketganinglarga? Men 2 yil borib keldim. Ana. Tuzemisiz? O'tiring. Turmaysizlar. Assalomu alaykum. Assalom, Ro'shanaxon. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Sog'ligingiz yaxshimi? Hatta qiz bola. Hozir. Tanozingizlar, bo'ldi. Yo'q, qani o'tiringlar-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Kim duo qiladi? Hojiga duo qiling. O'zingiz qiling aka, yoshga. Ey poch parvar, yo'q. Ko'rsatganingga shukr. Yetkazganingga shukr. Mana shu qizchalarimizni umrida rizqiga baraka bergin. Jasur akam bilan Nargizaxonni baxtiga sog' bo'lsin. Amin. Baxtli bo'lsin. Mana shu uylarga o'zing barakani yog'dirib qo'ygin. Amin. G'am ko'rishmasin. Doimo qalblarda xursandchilik bo'lib yuraversin. Biz ham oqibatimiz yo'qolmasin. Endi 2 yilda kelmaylikda tez ko'rishib turadi. Bular borsin. Biz kelaylik. Doimo xursandchilik bo'lib to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Ha, qizlar, yurishlarni yashirib. Uydagilar yaxshimi? Ha. So'rab qo'yishdi hammasi. Nima gaplar o'zlaringda? Tinchomon yurib. Tinchomon yuribsizlarmi? Yuribmiz. Biz Toshkentda haligi bir yozdingiz-ku, Moskvadan bugunda. Mana shuni Men so'radim. yozdimmi? Yangi nomer olib tashladim. Ha, yangi nomer oldim. Ishlamaydigan nomer berib qo'yibsiz. Ishlamaydigan. Men pensiyaga chiqib shuncha telefon qilyapman, ketmayapti. Yo'q, eski nomerim ishlab qoldi keyin. Ha, uni O'chirib qo'ydim. barakalla. Anaqa oldam ham turishadi bizni. Almaniya aka. Albatta. Endi ustoz Sizlar kelamadi. yaxshimisiz aka? Uydagilar yaxshimi? Bolalaringiz tinchmi? Yaxshi hammalari. Yaxshi So'rab bo'lsin. olishdi. Yaxshi ishlarni olib boryapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Yashab turing, Ko'rib rahmat. xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Anvar akam kelaman deganda endi Xudo xolasa. Xafa bo'ldik. Men 3 kundan beri oldi edi-da bizni. Nimaga? Ana bola, ana deb. Hozir bugun ham tuxumga odamlar kelib qolgan ekan, uzoqdan kelayotgan ekan. Endi odamga va'da qilib qo'ygan-ku. Borib kelib turib, men o'zim bo'lsa ham boraman. Qizlarimni olib bo'lsa ham boraman. O'zi rosa otlanadi, to'g'risi. Anvar tog'am O'zbekistonda bo'lib kelmadimi? Yo'q, uyga mehmon kelib qoldi-da. Bizdan ulug' mehmon yo'q bo'lsa kerak. Endi bir kun bostirib keladi o'zi. Ha, Qo'yimiz xafa bo'lganimizni. Yo'q, biz Abdumalik hoji akamiz kelganimizdan xursandmizmi, xursand emasmizmi? Xursand. Asad, Anvar akam, ana Shuronaxon yoniga borsa ham Anvar akam xafa so'rashaveradi. Mana o'zingiz ayting videoda Anvar akamga ayting. Kelmasangiz xafa bo'lamiz Anvar tog'a. 1-2 marta bo'lavoshiga kelibdi. Shu pullardan eshitib qoldim. Biz yonimizga kelmaganiga xafa bo'ldik. Bir qadam joyga kelmagan. Ha.
To'g'ri. Alalarda oqib ketibdi. Ha, hiç biz ham chachimizni olib, Anvarjonga o'xshab keldik. Sal. Yo'q, siz kal bo'lmaganda oqibatli bo'ling. Men chachimni xudo olib qo'ysa nima qilay? Meni qo'g'irchog'imga o'xshab. Ha. Sashga o'xshab kal. Asha rasmlarni ko'ribman yaqinda turibdi-kan hali ham. Turibdi. Turibdi-kan. Qo'g'irchog'im tirik hali. Tirikmi? Hali hayot. O'shanaqa qilyapsiz? Yaxshi. Qur'onlarni o'qiyapsizmi? Ha, shu men o'qishga ketgandan keyin hamma narsa to'xtadi-da, videolar ham YouTube'dagi o'sha kanalimizga Birga boshlaymiz. Meniki ham undan battar. Ha, birga boshlaymiz. lekin siz chiqarib turibsiz har holda. Ha, men endi kelib Hikmatda chiqardim Biz video. yangilanib ketgani uchun tushunmay qoldik-da. Sizlar kelsanglar Esimizdan ham chiqib berasizlar. ketdi, video qilib qo'yganimizga qanday qilish, nimalar. Xudo xolasa nima bo'ladi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Shukrona qiznikiga bordinglar? Ha, salomat bordi, aytdik, ha. Ancha sog'ligi yaxshimi? Ha, nima yotibdi-kan, turmayapti. Haliyammi? Ha, Nima bu? Sashani akasi. Qochib ketyapti. Buni bor ekanmi? Buni bor ekan. Ishimon desam. Kim bu? Menga tashlab qo'ydi-yu. Hadmay bor, hazır. U aka o'zgardimi? O'z kasbini o'zgartirdimi? O'z kasbini o'zgartirdi. Oldin hazırlashmoqda-da. Otamjo'ga keraktiraymi? Yo'q, unga bildirmayapsan. Bizdan ko'rishganimiz yuribdi yaxshi. Bizlar videolarda ko'rib turibdi. Oldi. Berganlarsa qaytib olmaydi. Kim u? Nima qilyapti? Bu kim o'yinchog'i? Ikkovlariniki ham bir xil ekanmi? Ikkovimizniki ham bor. Talashib ketishmasin deb bittadan olib keladi hamma. Kim bu? Divan olib ketyapti-yu. Besi og'ir odam. Kim edi? Yo, Xotamjon aka shunaqa semirib ketganmi? Yo, yangilik qilib Dilmurod aka semirib ketdimi? Bekim ole. Bu Anvar Tog'ay bu kalni qo'lidan. Boshidan Gapirinchi. boshini uchinchi. Qo'lini qara. Kulmaydiku. Torg'izdek. Torg'iz. Kel boshi. Bo'ldi, kulovning tashingda. Kuling. Ana boshi keldi. Ovozi uchimiz ham shu 3 kishi kelganmizmi? Uchimiz ham boshimiz Kelmasizlar. Ha. Halikin dedi men kelman. Bo'ldi, kulovning tashingda. Nima qilib qo'ymasdan. Divonni qimilab ko'ryapsiz. Yaxshi, yomonlab olmabsiz. Men yomonlab oldimmi? Ketarda qilamiz. Boynum ağrıp gitti. Külahı boynum ağrıp gitti. Tuzuyumuz la, kardeşler. Karısı tuzuyumuz. Yaxshi. Var rahman, uzaya kardeşler. İşte Bu boylar ağrıp gitti, külahı ağrıp gitti. Var mısın? Bu tellep gitti mesela. Kardeşler, Yaxshi. tuzuyumuzlar, varmızlar. Rahman, ha? Ben yoksa lombulab qolsam kelalaymi? Ha? Lo'millab kelalayapmiz. Voy. Toshkentda yurganim bilindi-da, yaxshi yeyish. Zeyuslar o'qishaqa be. Zo'r. Yaxshimisiz-chi? Zo'r ishlab yuribman. Qayerda ishlayapsiz? Zerikdim, sizlar kelmay qo'ydinglar. Ha, endi davlat ishida ishlayapti deyishuvdi. Qayerda ishlayapsiz? Jamiyatda, ko'zozlar jamiyatida Buloqboshida. Nima ish qilyapsiz? Yetakchi mutaxassis. Oo. Tadbirlar qilib. Ha? shunaqa. Sizchi? Insonlarga.
Biz 3-chi Har kuni qatnaysizmi? Ha, qachon qatnaysiz? Telefondan keyinmi? Shanba. Har kuni borib kelasiz. Ha, dadam kuzatib Yo'q, oladi. manaqasi sherigim kutib yaqinmi oladi. yo'q? Kulladan chiqarib oladi dadam, sherigim kutib oladi. Keyin u opam kuzatib olsa, dadam kutib oladi. Sherik emaslik uchun. Uyda o'tirish oson emas, diqqat to'p Ashi borib kelib Birga ishlayapmiz-da. bitta shopir sizni Ha. Bulovasiga Teng keldi dedi. Ha. Bitta qiynalgan oilaga pechkalar qurib beribsiz, bizni oqlab o'tib ketibsiz. Men xafalar bo'lib ketdim. Ha, hozir to'g'risi biz Paxtavoddan keldik, mayda yaqin yo'lda bilmas ekanman. Kurukdan to'g'ri kezi Kurukka chiqib keldik-da. Mana Bog'shamol Kurukka chiqib keldik-a. Vobshe yaqin yo'l ekanda. Biz hozir aeroportdan aylanib keyin kelmoqchi edik. Unaqa qolsa, shu uzoq. Vobshe uzoq ketar ekanda. Undan men Bog'shamol Kalsovoy yaqin-u. To'g'ri Paxtavodga nimaga chiqadi? Bir yurganimizda Aytib dala yo'lida kelmaslardan kecha shaharcha tushib qolibdi-yu. Bu dadangizam tanimadi, telefon qilib, to'g'rimi yo to'g'rimi? Tanimadim, nomeri Kim chiqib o'tishni ketgan. bilasiz dedim, chiqing dedim. Sen kimsiz tanishtiring deyapti-da. Ana, Yo'q. so'raylar mana. Tanimadim. 3002mi? Yo'q, 90-91. 91 Ovozidan tanish kerak. Eng eski nomer. Da gaplashmaganimizga qancha bo'ldi? Men videoni ko'rgan bo'lsalaringiz, sizlar ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Moshina olsam, xudo xolasa, qizlarni ko'rgan boraman aytganman. Qachon yuborasiz? Ko'rganingiz yo'q, farqi yo'q, xohlagan kunlaring. Hozir rosa chang bo'ldi-da. Qarasacham bo'ldi-da, suv oqib chiqardilar. Yo'q, suv bilaman. Ha. Qachon yuboramiz? Yo'q, farqi yo'q, xohlagan kuningiz. Ana o'rtoq, mana kun desalar, o'sha kunga xudo xolasa yuvib beraveramiz. Bismillah. O'zingizlar yaxshimisizlar? Ustoz bo'lyaptimi ishlaringiz albatta? Rahmat, xudo. Uydagilar yaxshimi? Ha, shug'ullanyapsizlarmi deyman? Nimaga? Ha, boshladik. Yo'q. Bosishga harakat. Kim aytdi? Dadasi ozing dedimi? Hozirda paketcha bor, dashna kelasizmi? Ana o'zim vibratormi deyman? Ha, bittasi vibrator, bittasi velosiped. Nechmi yo'llang? Ikkalasi 4 million. 4 million? Qayerdan? Shetsodaka? Qanchada? Telefoningiz qani sizni? Telefon yonimda. Ha? Yonimda. Kamerasi yaxshimi? Ayamkina chiqdi. Chel emas, hozir. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Iymonli qalblar qizlarimizni ko'rmaganimizga ro'pasi necha yil bo'ldi? Voy, 4-5 yil bo'lib ketdi. Ya'ni vahima. 4-5 yil bo'lib ketdi. Ya, 5 yil bo'ldi. Oxiri 3 yil bo'ldi. 3 yil. Oxiri qayta ko'rishganmiz. Oxirgi marta o'sha esimda yo'q. Esida yo'q, Mardonlar bilan kelganmiz bu yerda. Ha, to'g'ri. Mardonlar yo'nlaganman. To'g'rimi? Ha, to'g'rimi? Siz unda o'qishdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nazir aka Ha, men o'qishdingiz. o'qishdi. Mardonlar kelib, aytman, rosa yo'nlagan. Voy. Ikkita quloqim tushib ketgan, bu yoqqa qo'shilib olib yo'nlagan. Esizdami? Bilmaganingizga-da? O'shani shetda yonida turdim men. Bilmaganman-da. Hozirgidan bo'lgan ekanda. Imon qolib pishdi. Video qo'ymayapsizlar. O'rgating va Anvar tog'a. O'rgatganman-ku. Yana o'zgarib Esdan chiqib ketdi. Nima o'zgardi? Ayam qiynalib qoldi. Chiramga qoldik. Ha? To'g'rilab berib ketsizlar. Bizni kelajakimizga yaxshi. Kelajagingizga yaxshi bo'lsa zo'r bo'ladi. Ikkalaring bittami yana hardamga? Ha, hozircha. Ha? Nima nomli? Yana Imon qoliblarmi? Yo'q. Qizlar endi bitta omonat bor, haligi sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Sizlarni havas qilib o'tgan yili tojikistonlik Nural akamni ayoli narsa berib olgan. O'tgan yili keldimda mashinam ham yo'q edi. Srochniy qaytib ketib oldim. Bu omonat qoldi. Endi arshi bolalaringizdan nima? Endi bu telefon soladigan shekilli yana so'mgacha mana sizga bo'ldi. Manasi Ruxshonaga mana. Ada chiroyli. Endi buning ichida ro'mol men bir narsa bor. Mana qarshi bu ham sizlarga mana. Qisqasi Nural aka keldi. Men bor uzr so'raymiz. O'tgan yil kelib qaytib ketib qoldim. Omonatlarni topshira olmadim. To'g'risini aytaymi? Musofirda yurib, ey xudo ashi endi kattami kichikmi birovni omonati-da. Shuni berib olganim uchun yaxshi bo'lib tur-ey. O'lib qolmaydi deb duo qilib yurdim. To'g'risi o'zim duo qildim. Shuning uchun mana narsalaringizni bir yildan keyin bo'lsa ham beryapmiz. Endi to'g'ri keltirolmadim. Uyda saqlab turdim.
uydagilar mana shu olib keldim. Endi rahmat Alloh sizga rozi bo'lsin, bergan xolangizga. insonlardan. Tojikiston Regar shahridan. O Tojikistonlik xolamizdan Alloh rozi bo'lsin, xursand bo'ldik. duo. Ilohim men shu bizga sovg'a bergan insonlarning umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, qadamlari haj ziyoratlariga yetkazsin, tushlarida payg'ambarimizni ko'rsin, boqiy dunyoda ham payg'ambarimizga qo'shni bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, birda berganlarga Alloh hamisha mingda bersin. Allohim yuzimizni, uyimizni, qalbimizni doim Qur'on nurlari bilan nurlantirib tursin. Alloh Allohu akbar. rahmat yana bir bor. Menda omalaga vaqtida kelolmagan. Yo'q, Uzra. Nima qilasizlar? Ha yig'lani. Endi romantik kelyapti. Mana xudo xolasa qizlarni ko'rdik. Kelinglar sizlar ham mehmonga. Biz video ancha suhbatlashdik. Xudo xolasa yana suhbatlashamiz. Endi sizlar zeriktirib qo'ymaylik. Sog' bo'lib, salomat bo'lib, o'zlaringni ehtiyot turinglar. Endi sog'lar bo'lsa jo'nataverasizlar, olib kelib beraman. Endi shu yerdaman, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.